aytaman. Men o'sha do'stim aytgan o'sha matbusa bu ajoyib ilk vaqtida shu matbusadan bitta o'zimizning mahallaning ajoyib yigitlariga xo'p bir qilib aytmoqchiman. Qalpoq oldi matbusa, qalpoqdek. Uni kiyib matbusa yigit bo'ldi chaqmoqdek. O'nta qo'yga arziydi yaraqlashib bir jahon. Bir qarasang suvsarsin, bir qarasang olmaxon. Qalpoq emas ertak u. Qalpoq emas tilla toj, qo'yinchi restoranda yurmasa yo'q hech iloj. Kirdilar, o'tirdilar, buyurdilar aroqni. Dona matmusa uchun ichdilar boshqaroqni. Qalpoqqa tiyri bergan, suvsar uchun ichdilar. Shunday qalpoqni sotgan, ovsar uchun ichdilar. Iflanmagan Qishloqning ipigacha qolmadi, maqtalmagan qalpoqning ipigacha qolmadi. Xo'p ishtilar o'ylamay, hisob kitob qilmoqdi. Oxirida pul yetmay, tosh yo'qdilar qalpoqni. Men shu bilan birgalikda bugun Samarqand mana bu yerda ajoyib yigitlar, ajoyib mahalladoshlarimiz o'tirishibdilar. Bugun Samarqand viloyatining futbol federatsiyasi nomidan Samarqand viloyati jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi nomidan barcha mana shu yerda o'tirgan hamma hamsoyalarimizni, hamma mehmonlarni bugungi ajoyib Navro'zi olam, ajoyib Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Va o'sha futbol federatsiyasi nomidan bu mahallaning eng ajoyib yaxshi o'yinchisiga biriktirilgan bitta padaga bor. Agar mana shu yerda mahallamizning yosh yigitlaridan erkakmi ayolmi farqi yo'q futbol sevuvchilaridan do'stlarimiz ajoyib bir klub chalib bersalar va ajoyib bir o'yinchilar ekan, bir yillik futbol Dinamo Samarqand ajoyib sevimli komandamizni bir yillik futboliga bepul taklifnoma hokimimizning yonida o'tiradilar. Ana shuni bugun e'lon qilamiz va navbatchi san'atkorlarimizga berib barcha mahallamizning yigitlarini